Bu videomiz akalar jintirasi bor akalar uchun. Torpedasida qanaqa shiqillagan ovoz chiqyapti, sizga yoqmayaptimi bu shiqillash? Torpedani yechib tashlayapsizmi? Shu ovoz topaman deb, hozir sizga topib beramiz akalar. Mana xuddi shunaqa holatda shiqillagan ovoz bor. Garmoshga tushgan vaqt. Xuddi torpedaning ichida nimadir bo'sh qolganday ovoz chiqyapti mana akalar. Bunaqa holatda torpedani yetishga shoshilmang. Hozir sizga nimadan bo'lganini ko'rsatib o'tamiz. Bu ovozni hozir ko'rsatib o'tamiz nimadan chiqayotganligini. Faqat torpeda yetishga shoshilmanglar akalar. Va men xuddi shunaqa holatda mana torpeda yechilgan, shu torpedaning ichida nimadir bo'sh qolgan degan tashxis bilan yechilgan. Bu esa mana bunaqa holatda petlidan chiqadi akalar ko'p hollarda. Petlidan chiqadi. Shunaqa ovoz chiqyaptimi? Sizda ham birinchi o'rinda petlini tekshirib ko'ring akalar. Torpedadan yetishga shoshilmang.